Taala, xayrli kun. Singapur Changi eng mashhur aeroportlardan biri, 4-terminalimiz. Ishoninglar shu kirib kelishdan уже sifrovizatsiya qanchalik rivojlanganini, pechat yo'q umuman, hamma narsa inson omilasiz bajariladi. Juda zo'r, eng qizig'i meni vizam yo'q. 96 soat O'zbekiston fuqarolariga qolish imkoniyati bor. Xullas juda ajoyib. Assalomu alaykum hammaga. Singapurda biz dunyoning eng kuchli mamlakatlardan biri. Hatto pasport indekslari bo'yicha birinchi o'rinda turadigan mamlakat. Poytaxtni aeroportida, Changi aeroporti, hammaga mashhur bo'lgan fontan, tabiat, bu yerda botaniklar kelsa mazza qiladi, chunki son ming xil turi bor o'simliklarni. Atmosfera zo'r. Mana shu fontanning o'zi mana shu yerga salqinlik beradi. Konditsioner hech qanaqa ishlatgani yo'q bu yerda. Aeroportning o'zi mana shunaqa торговый sentr. Apple'niki, Nike'niki deyarli hamma brendlar hammasi chetda. Juda ajoyib. Aeroport juda ajoyib. Odamlar mana shu narsa bilan ham jalb qilishadi. Shuning uchun ham tranzit juda qulay. Hatto hukumat o'sha 96 soatgacha viza free qilib qo'ygani juda foyda beradi. Bu pul. Ano Avatar filmidagi joylar esimga tushadi. Xayrli oqshom Singapurdan. Это Nyu-York emas. Bu Singapur. Yaponiyani vibe'ini bilmadim. Halitdan sezyapman. Xullas xayrli oqshom hammaga. Singapurda, poytaxtda Singapurda biz ajoyib joyda, Marina Bay degan joy adashmasam. Atrofida mana orqamda binolar. Singapur shunaqa tarafi bor ekan, o'zi davlat tili, birinchi tili ingliz tili bo'lgandan keyin deyarli barcha yo'nalishlar inglizcha hukumat. Qanday inglizcha hukumat? Hamma narsa o'sha ingliz tiliga moslashtirilgan. Mana o'zingizlar ko'rishingizlar, bino ham aynan o'sha Yevropaga, Amerikaga mos qilib qilingan. Juda ajoyib. Va Singapurdan o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. Aynan texnologiya yo'nalishlaridan tashqari boshqa yo'nalishlarda ham. Singapur fontan shovi umuman mana vatandoshimiz. Taassurot juda ajoyib. Marina Baydagi o'sha hammaga знаменитый bo'lgan mashhur bino bor. 3 ta va tepasida basseni bor. O'shani eng yuqori cho'qqilardan birida biz. Bu to'g'ridagi port nima deydi, Tinch okeani. Ajoyib. Oh my god, Singapur video. Tomonni ochibdi-da. Ketdi. Yana bir bor assalomu alaykum. Singapurda biz. Nima uchun Singapur poytaxti Singapur? Eng qizig'i. Chunki kichkina orol mamlakat, Malayziyaga eng yaqin bo'lgan hudud. Singapur nima bilan o'ziga turistlarni jalb qiladi? Bu birinchi simvollardan biri bu mana shu bino bilan o'ziga jalb qiladi. Nima uchun desa, chunki Singapur birinchilardan bo'lib, adashmasam, o'sha osmono'par binoda basseynlarni o'sha yo'lga qo'yish, tepadan turib cho'milib, ya'ni o'sha mazza qilib dam olib, shaharni tomosha qilishni yo'lga qo'ygan. Ertaga bobada Sentozaga borsak, olsak bo'ladi. Ma'qul, a? Yurishingiz, juda ko'p yurishgan. Malayziya. Singapur. Mana baliqsimon haykal bilan simvollari Singapurdagi. Banklar. Yana biz Singapurda odamlar mana dam olyapti. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Singapurdan Merlion Parkdamiz. Singapurda milliy simvollaridan biri hisoblanadi. Baliqsimon sher. Merlion. Bu o'sha mehmonxona, mashhur mehmonxona. Ketdi. Xuddi shunaqa joy Malayziyada ham bor edi. Malayziya mustaqillik maydonida edi. Bugun biz Singapurdamiz. Singapurda bu mustaqillik maydoni emas, balki o'sha galereyani oldi, milliy galereya.
bu qanaqa yashillik, mana bu binolar albatta Amerikani va Buyuk Britaniyaning ta'siri bor. Lekin shaharni ko'rkli ko'p qo'shadi. Singapurdagi Sulton masjidi jomisi. Chiroyli. Singapurdagi masjid ichi. Singapurdagi plyaj, Tinch okeani. Singapurdagi Tinch okeaniga yaqin va eng zo'r plyajlardan biri. Bu hamma uchun ochiq va orada atrofda orolchalar bor. Orolchalar, villalar mavjud. Go'zal. Universal Pictures представляет-ku o'shanga o'xshadi. Ajoyib. Universal Studio Singapur muzeyi. Ya'ni shu kompaniya tomonidan qancha kinolar olingan bo'lsa hammasi. Xullas, bu yoqda atmosferasi dahshat. Markazi juda zo'r. Deyarli hamma imoratlar, binolar, banklar tomonidan qurilgan. Eng tepasi bank, keyin yog'i o'zi anaqa. Nima deydi? Ko'p narsa emas. Xullas, Singapurdagi so'nggi kunimiz. Xudo xolasa, endi nasib bo'lsa Shanxayga, Xitoyning eng qimmat boylar boradigan kazinolar yurti Shanxay va yana bitta eng ustun tarafi gumanoidlar shahri. O'sha Singapurdagi eng mashhur fontanalardan biri favvoralar. Buni tagida texnologiya bor, sababi bu suvni tejaydi. Eng qizig'i, Osiyo mamlakatlarida bilasizlar, xususan Singapurda ham juda ko'p yomg'ir yog'adi. Ana shu yomg'ir suvlarini tejash uchun va o'shani qayta ishlaydigan tipi dastgoh. Xullas, Singapurga bo'lgan safarimiz tugadi. Endi Xitoyga. Which is China Eastern.